Assalomu alaykum. Navbatdagi obyektimizga basseynga fan ko'li qo'yildi. Bular bizada 5 kilovatdan bo'lyapti. O'zi betga konvektor qo'yishimiz kerak edi. Uyning egalari sal norozi bo'ldi. Sababi basseynning suvlari to'lganda skimmer sistemadagi basseyn bu. Baribir suv chiqadi. Pastki oynaklarga vitraj qo'yilganda elektriskiy zavisimiz bo'lgani uchun bular qo'yildi. Bularni elektrik toki tepada, suv sachramaydi. Tagida bemalol joyi bor. Bu ham isitadi, ham sovutadi, как chillerga o'xshagan. Двухкассетный, ya'ni ikkita teplobmenniki bor. 5 kilovatdan beradi. Ichida ventilyatorlari ham bor. Подключениесі mana bu. Ichida termo головкali kranlar qo'ydik, radiator kranlar. Hozir nima ishlayapti. Issiqlik beryapti. Ventilятordagi baqvat emas. Vitrajimiz mana bu tarafda ham mana konvektorning o'rniga qo'yilgan. Bu ham 5 kilovat. Metal plast kelgan bunga. Montaj qildik mana. Skimmer sistemadagi basseyn. Mana detskiy massajistlarlar ham bor.